Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadri qimmat aziz muxlislarimiz, mana va nihoyat uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana e'tiboringiz ostida Muhammad Sodiq. Bu galgi audio hikoyamizning nomi esa Tungi vannaxona deb nomlanadi. Har doimgidek men Muhammad Sodiq sizlarni ogohlantirib o'taman. Hikoyani yuragi bo'shlar, homilador ayollar va umuman olganda qo'rqoq insonlar bizning audio hikoyalarimizni tinglamasin. Agarda siz hikoyadan so'ng o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa, men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman. An'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni qulog'ingizga taqib oling. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta mehnatimiz uchun esa bir dona like bosishni ham unutmang. Ana endi siz tayyor bo'lsangiz, qanunda men hikoyani boshladim. Uyimga juda kech qaytayotgandim. Telefonimni olib soatimga qarasam 22:30 bo'libdi. Jin ursin. Shu paytgacha qaytishim kerak edi. Negadir bugun havoni ham a'zoyi buzuq. Xuddi bugun bir ko'ngilsizlik yuz beradiganday osmonda qop-qora bulutlar 4 qavatli domimizning ustidan sekin-sekin siljib o'tardi. Oy nuri yulduzlarni ko'rib bo'lmas, faqat tungi qorong'u zulmatni ko'rish mumkin. Havo ham sovuq. Domdagi chiroqlarni ayrimlari o'chirilgan. Men bir o'zim bu yerda 4-qavatdagi uyda ijarada turaman. O'qishga shu yerdan qatnayman. Xullas, qop-qorong'u padezga telefonim fonarini yoqib kirdim. Sekin yuqorilab borarkanman, avval 1, so'ng 2, 3 va 4-qavatga ko'tarildim. Hamma yoq jimjit. Cho'ntagimdan kalitni oldim va eshik zulfiga tiqib kalitni buradim. Eshik esa chiq-chiq etib chiqargan ovoz butun podyezdda sukunatni buzib jarangladi. Eshik ochildi. Ichkariga kirdim. Chiroqni yoqdim. Krossovkamni yechib chetga olib qo'ydim va bir xonaga kirib kiyimlarimni almashtirdim. Bu uyda 2 oydan beri bir o'zim yashayman. Ora-orada do'stlarim ham kelib turishadi, lekin men o'zimga negadir bu uy yoqmagandi. Arzon bo'lganligi uchun pulini kelishib ijaraga turgandim. Xullas, kiyimlarimni almashtirib bo'lgach, vannaxonaga yo'l oldim. Uyda sukunat hukmron edi, lekin men qo'rqmasdim. Vannaxonaga kirdim. Chiroqni yoqdim. Vannaga suvni ozgina qilib oqqizib qo'ydim. Vanna to'lguncha oshxonaga yo'l oldim va bir finjon qahva damlab oldim va ho'plab ichishni boshladim. Qahvamni ichib bo'lgach, vannaxonaga kirsam, vanna suvi to'lib toshib ketay deb turardi. Shartta borib suvni o'chirdim. Suv iliq edi va suvni sal kamaytirdim va kiyimlarimni yechib vannaga tushdim. Sovuq kunda iliq vanna qabul qilganga nima yetsin? O'zimni orqaga tashlab vanna ichida yotdim. Bir necha daqiqa ko'zimni yumib yotdim, lekin ko'zimni yumib yotsam ham chiroqni o'chib yonganini his qildim. Ko'zimni ochsam, chiroq bir yonib, bir o'chardi. Boshimni ko'tarib yon atrofga nazar soldim va o'zimcha zamikaniya bo'lyapti deb o'yladim. Keyin bu holat to'xtadi. Yana yotdim. So'ng vannadagi suv biroz soviganini his qildim. Vannaxonada sukunat. Lekin quloqlarimga qanaqadir ayol kishini past ovozdagi shivirlagan tovushi eshitila boshladi. Yana boshimni ko'tarib yon atrofga diqqat bilan tinglay boshladim. Bilinar bilinmas bu ovoz suv oqadigan jo'mrakdan kelayotganini bildim. Vannani ichida turib, jo'mrakka sekin quloqimni tutib tinglay boshladim. Qanaqadir tushunarsiz ovoz, bir ayol qandaydir tushunarsiz, past, mayin ovozda qo'shiq kuylardi.
Quloqlarimga ishonmadim. Suv oqadigan jo'mrakdan ayol kishining ovozi kelyapti. Shunda boshimni ko'tardim. Jo'mrakdan tomchilab suv oqa boshladi. So'ngra qanaqadir qora ipga o'xshagan narsa jo'mrakning uchida ko'rindi. Bu nima deb ushlab tortib ko'rdim. Bu soch tolasi edi. Bu nimasi deya sochni tortib chiqarmoqchi bo'ldim. Yaxshilab, mahkam ushlab torta boshladim. Og'ir tortilardi. Bu soch tolalar borgan sari ko'payib boraverdi. Voy, bu nimasi bo'ldi deya hammasini tortib chiqarmoqchi bo'lib, birdaniga tortganimni bilaman, vannani suvi oqib ketadigan quvurdan pufakchalar paydo bo'la boshladi. Xuddi kimdir quvur ichida nafas olayotganday, suv oqadigan jo'mrakdan esa ayol kishining qichqirgan ovozi bilan birga Qo'yib yubor, sochimni qo'yib yubor, seni o'ldiraman, hali qo'yib yubor deya qichqirib gapirgan ovozni eshitdim. Eshitdim, u yuragim tovonimga tushib ketay dedi. Sochni qo'yib yuborishim bilan soch yana jo'mrakning ichiga tortilib ketdi. Vannadan zudlik bilan turdim. Vannadagi suv qora, keyin qizil tusga kira boshladi. Tezda vanna suvini oqizib yubordim va sochiqqa o'ranib, endi ketmoqchi bo'lib turgandim. Rakavina yuqorisidagi ko'zguga ko'zim tushdi. Dahshatdan joyimda qimirlay olmay qoldim. Ko'zguda aksim yo'q edi. Ko'zguga yaqin kelib, aksimni qidira boshladim. Aksim umuman ko'rinmasdi, yo'q edi. Vannani quvuridan qanaqadir tushunarsiz ovozlar eshitila boshladi. Bir ikkita so'zni eshitdim. U meni jahannamga sudrab ketmoqchi degan so'zlarni eshitdim. Qo'rqqanimdan endi qadam bosib, bu yerdan ketmoqchi edim. Orqamdan turib, kimdir yelkamga judayam sovqotgan muzdekkina qo'llarini qo'ydi. Bu muzlab qolgan qo'ldan mening badanim titrab ketdi. Orqamga o'girilishdan qo'rqdim, lekin baribir qarashim kerak edi. Shunda u narsa yelkamdan qo'lini tortib oldi. Shu onda orqamga o'girildim. U yo'q edi. U narsa yo'q edi. Hayrat va dahshatga tushib, yon atrofga alangladim. Vannani ichida ham jimjitlik. Tezda ketmasam bo'lmaydi deb o'yladim-da, boshimni burganimda ko'zguga ko'zim tushdi. Bu manzarani men ko'rishni istamasdim. Ko'zguda aksim turardi, ammo orqamda ko'zlari va ko'zini yonlari qop-qora, sochlari ham qora va yarimi yuziga tushgan oppoq kiyimda, kiyimlari to'zigan, og'zini katta qilib ochib turgan, tishlari sarg'ayib ketgan, qo'l tomirlari kesilgan ayol kishini ko'rdim. Eng dahshatlisi, u mening ortimda, yana menga juda yaqin turardi. Mening otakamni yorgan bu arvoh ayolni men ko'rishni istamagandim. Uyni larzaga solib baqirgancha vannaxonadan otilib chiqib ketdim va boshqa xonaga kirib, qo'rqqanimdan tipirchilab kiyimlarimni alishtira boshladim. Bu paytda vannaxonada tomchilab turgan suvni tovushi eshitilar. Ora-orada ayol kishini menga tegma, qo'yib yubor, va deb qichqirgan ovozi-yu shunga o'xshagan so'zlarni eshitib turardim. Keyin tezda bu uydan chiqib ketdim. Shu kun o'sha uyga qaytib bormadim. Tunni boshqa o'rtog'imning uyida o'tkazdim. Ertasiga o'qishdan so'ng yana o'sha arvoh joylashgan vannaxonasi bor uyga qaytdim. Domni oldiga kelganimda qo'shni otaxonni ko'rib qoldim va ko'rishib salomlashdim. Shundan so'ng bu otaxondan men yashayotgan uyni tarixini so'radim. Eshitib biroz qo'rqib ketdim. Eshitishimcha, men yashab turgan uyda ilgari eri bilan farzand ko'ra olmagani uchun ajrashgan ayol yashagan ekan. Kunlardan bir kuni u ayol qattiq siqilganidan vannaxonada ikkala qo'lini qon tomirlarini kesib tashlab joniga qasd qilgan ekan. Uning murdasi vannani ichida bir hafta turgan. Shundan so'ng podyezddan badbo'y hid tarqala boshlagan. Qo'shnilar bu ayolni bir hafta ko'rmaganidan xavotirlanib, uyning eshigini buzib ichkariga kirishgan. Uy ichida bo'lmas darajada sasib ketgan ekan. Shunda bir ikkita qo'shni akalar vannaxonaga kirgan va qizil rangli suv bilan liq to'la vanna ichida shishib ketgan ayol murdasini ko'rishgan ekan. Tekshiruvlar natijasiga ko'ra, bu ayol aniq bir hafta oldin o'lgan va vannada bir hafta yotgan ekan. Yana u 13 noyabr kuni o'z joniga qasd qilgan ekan. Men dahshatga tushdim. Negaki kecha 13 noyabr edi.
Men bu voqeani eshitib, shu kunning o'zida bu uydan narsalarimni olib chiqib ketdim va o'sha uyga qaytib qadam bosmadim. Boshqa yerdan ijaraga uy oldim. Shunda ham kechki yoki tungi payt umuman vanna qabul qilishga qo'rqib qoldim. Faqat kunduzi vanna qabul qila boshladim. Lekin o'sha arvoh yana men cho'milayotgan vannaxonada paydo bo'lmasa edi deb qo'rqaman. Shundan beri vannaxonadan qo'rqib qoldim. O'z joniga qasd qilishdan Xudoni o'zi asrasin. Shu bilan hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta mehnatimiz uchun esa bir dona like bosishni ham unutmang. Bundan-da dahshatli, bundan-da qo'rqinchli hikoyalar hali oldinda. Hammaga e'tibor uchun rahmat.